Yurtimizda 10-14 noyabr kunlari Infalib O'zbekiston 2025-14 Milliy axborot kutubxona haftaligi o'tkazilmoqda. Bugun O'zbekiston Milliy kutubxonasida ushbu haftalik boshlandi. Infalib O'zbekiston 2025 haftaligi aholiga axborot kutubxona xizmatlarini yetkazish, kitobxonlikni targ'ib qilish va soha mutaxassislarini zamonaviy ilmiy metodik yangiliklar bilan tanishtirishga xizmat qiladi. Haftalik doirasida yangi O'zbekiston kutubxonachilari, yangi kuch, yangi imkoniyatlar, yangi marralar shiori ostida 5-yosh kutubxonachilar forumi ham bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlar Dildora Do'stmurodova lavhasida. Har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Infalib O'zbekiston 2025-14 Milliy axborot kutubxonasi haftaligi va haftalik doirasida o'tkaziladigan kutubxonachilar forumi bugun o'z ishini boshladi. Aytib o'tish kerak, bu forumdan ko'zlangan maqsad sohani rivojlantirish va kitob mutolaasini keng targ'ib qilish. Haftalik doirasida turli uchrashuvlar, treninglar, seminarlar hamda kitob yarmarkalari, ko'rgazmalari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tadbirda so'zga chiqqanlar Infalib haftaligining maqsad va vazifalari, shuningdek ushbu loyihaning sohadagi ahamiyati haqida fikr yuritdilar. Ta'kidlanishicha, mazkur haftalik yosh mutaxassislar o'rtasida tajriba almashish, zamonaviy yondashuvlarni o'rganish hamda kutubxonachilik sohasida yangi g'oya va tashabbuslarni ilgari surish uchun muhim maydon vazifasini o'taydi. Infalib haftaligida kutubxona sohasiga oid bo'lgan yangiliklar o'rganiladi. Ahamiyati shu o'zi aslida va oldingilarga nisbatan farqi yangi yozuvchilar bilan yangi kitoblar taqdimoti, sohaga oid bo'lgan yangiliklar aynan mana shu haftalik doirasida muhokama qilinadi. Aynan kutubxonachilik sohasidagi nufuzli tanlovlardan eng yaxshi axborot kutubxona mutaxassisi tanlovini mana shu haftalik doirasida o'tkazilishi ham kutubxonachilar uchun juda ham katta rag'bat deb bilaman. Bunda qatnashgan har bir mutaxassis o'z hududida joylashgan kutubxonaga qandaydir bir yangilik, kreativlik yoki bo'lmasam o'zini mutaxassisligiga oid kitobxonlikni targ'ib qilishga doir bo'lgan masalalarda hamisha ilg'or bo'ladi va Milliy kutubxona tomonidan doimo mutaxassislar, kutubxona rahbarlari qo'llab-quvvatlanib kelinadi. Tadbirda turli tizim va idoralar kutubxonalarida faoliyat yuritayotgan 35 yoshgacha bo'lgan yosh mutaxassislar, madaniyat muassasalari va oliy ta'lim muassasalarining axborot kutubxona faoliyati yo'nalishida dars berayotgan yosh o'qituvchilar va aspirantlar, shuningdek axborot kutubxona markazlari rahbarlari hamda sohaning ilg'or yosh vakillari ishtirok etdilar. Haftalik doirasida yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularni ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda yangi O'zbekiston kutubxonachilari, yangi kuch, yangi imkoniyatlar, yangi marralar shiori ostida 5-yosh kutubxonachilar forumi tashkil etildi. Ushbu forum yosh mutaxassislar uchun bilim almashish, yangi g'oyalarni ilgari surish va kasbiy salohiyatni oshirish yo'lida muhim maydonga aylandi. Bugungi kun kutubxonachisi kitob olib kitob beradigan oddiy xodim emas. U ilmli, dunyoqarashga, yoshlarni ma'naviy yetuklik sari yetaklaydigan ilm sohibidir. Shuning uchun bugungi kunda ularga bo'lgan talab va mas'uliyat juda ham yuqori. Chunki zamonaviy kutubxonachi bu faqat kitoblar bilan ishlaydigan emas, balki insonlarning qalbi va tafakkuri bilan ham ishlaydi. Hozirgi zamon kutubxonachisi u ham pedagog o'qituvchi, ham psixolog, ham boshqa sohalardan ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ladigan shaxs bo'lishi kerak. Chunki kelayotgan hozirgi kitobxonamiz oldingi kitobxonga o'xshamaydi. Kitobxonlarimiz juda ham zukko. Va shuning uchun ularning savollariga javob berish uchun ham bizning kutubxonachilarimiz hozir zukko, bilimli, aqlli bo'lish zamon talabi. Xalqaro ekspertlar bu yilgi haftalikka jalb qilingan. Ular bilan o'sha tajriba almashish, ulardan kerak bo'lsa o'rganish yoki kerak bo'lsa o'rgatish, ularni bitta maydonda, bizning kutubxonachilar bilan bitta maydonda o'sha ma'ruzalarni tinglab, jahonda bo'layotgan yangiliklar bilan tanishtirish asosiy maqsadimiz. Toshkentdagi safarim chog'ida O'zbekiston Milliy kutubxonasiga kelish va Infalib haftaligi doirasidagi anjumanda ishtirok etishdan mamnunman. Bunday tadbirlar kutubxona sohasidagi mutaxassislarni birlashtirish, tajriba almashish va o'qish madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bugun men milliy kutubxonalar va inson huquqlariga asoslangan barqaror rivojlanish mavzusida ma'ruza qilaman. Unda kutubxonalar Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha bo'lgan barqaror rivojlanish maqsadlariga qanday hissa qo'shishi haqida so'z yuritaman. Shuningdek, madaniyatning barqaror rivojlanishdagi o'rni va kutubxonalarning meros hamda madaniy qadriyatlarni saqlashdagi roli haqida ham to'xtalib o'taman. Forum doirasida bir qator mutaxassislarga sertifikatlar topshirildi.
10 noyabrdan 14 noyabrga qadar davom etadigan ushbu forumda barchangizni kutib qolamiz. Farzandlaringizga kitob o'qishni o'rgating, zero qolgan barcha ezguliklarni kitobni o'zi o'rgatadi. Dildora Do'stmurodova, Nig'mat Mirzayev bugun dasturi uchun.